Assalomu alaykum Cherry Farg'ona rasmiy dillilik markazi obunachilari. Bugun sizlar bilan Cherry Ariza 6 Pro avtomobilini, sedan avtomobilini obzorini ko'rib chiqamiz. Bu avtomobil O'zbekistonda sotuv boshlanganiga adashmasam 2 yil bo'ldi. Shu 2 yil ichida o'zini xaridorlarining ko'nglidan joy olishga ulgurgan avtomobil. Bilasizlar, shaharda ham O'zbekistonda umuman ancha ko'payib qolgan hozir. O'zini tejamkorligi, dizayni, ichki komforti bilan xalqimiz yuragidan joy olgan avtomobilni bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Avtomobil saloniga o'tirishingiz bilan sizni multirol kutib oladi va kattagina sensor ekranli monitor joylashgan. Avtomobilning obshivkalari yumshoq plastik hamda eko charm bilan jihozlangan. Avtomobilning intelligent komplektatsiyasida lyuk mavjud. Avtomobil o'rindiqlari ham eko koja bilan jihozlangan. Avtomobil tashqi ko'rinishidan bir qarashda Lexus avtomobillari dizaynini eslatadi. Sedan kuzovdagi ushbu avtomobil 1,5 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan, lekin boshqa 1,5 litrli turbo bilan jihozlangan avtomobillarga qaraganda anchagina yoqilg'ini kamroq sarflaydi. Hozir obzorni yana davom ettiraman desam, bu avtomobil haqida soatlab gapirishimiz mumkin, lekin obzorimizni to'xtatamiz. Yanada batafsilroq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, telefon nomerlar qoldiramiz yoki avtosalonimizga tashrif buyuring. Avtosalonimiz Farg'ona shahar Tatu chorrahasidan Muhayyoga qarab yurganda o'ng qo'lda joylashgan Cherry Farg'ona Adam Global rasmiy dillilik markazi. Nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, menejerlardan batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin va yana eslatib o'taman, ushbu avtomobilni рассрочка, льготный kredit, lizing masalalari bo'yicha ham bemalol telefon qilsalaring, ma'lumotlarni olsalaring bo'ladi. Avtomobilimizni kelib salonda test drive o'tkazib ko'rishingiz mumkin. Mutlaqo bepul, faqatgina sizga bitta prava kerak bo'ladi xolos. Hammalarini Cherry Farg'ona Global rasmiy dillilik markazida kutib qolamiz.